Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatlilar, qadri balon, qadrdonlar. Do'stlar, mana bu bizni detskiy kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar uchun shuni alohida videorolik qilib o'tmoqchiman. Lekin bular donasiga sotiladi, kilosini ham gaplashaveramiz. Donasi 35 ming so'mdan. Bemalol murojaat qilib kelaverasizlar. Optimga 35 ming so'mdan ketadi. Sababi to'g'risi bu materiallar mana Polli brendi ostida bo'layotganligi uchun bu ozgina qimmat material, zo'r kачествоsi gap yo'q, garantiyasi ham bor. Bundan bir 5 mingga yaqin bizda bor. Kelyapti hali, yana tayyorlari ham bor. Kelaverasizlar, olaverasizlar, hamkorlik qilaverasizlar. Bu bizni birinchi mana shunday haligi nima pijamamiz, detskiy pijamamiz. Rossiyaga ham butun O'rta Osiyo esngi davlatlari bo'yicha dastavkalarimiz bor. Ikkinchi rangimiz xuddi mana bunday. Bu ham tayyor, mana eksportga tayyorlab qo'yganmiz. Kelaverasizlar, kilosiga ham gaplashib olib ketaverasizlar. Kilosining narxini ham chiqarib beramiz. Bizda hamma narsa kiloga ham sotiladi, donaga ham sotiladi. Faqat sotilsa bo'ldi. Hech qanday haligi nima deydi, kilosiga olsangizlar o'zingizlarga foyda. Kiloli tovarlar bu yerda. Bu juda ham chiroyli va zo'r qilingan. Hosilotlarini ham qo'yib ko'rsataman sizlarga. Bolachalaringiz uchun tungi bir mazza qilib yotadigan keyin. Hozir havoni issig'ida rasa bular sizga mazza qilib, bolachaga nima deydi, hali tong otguncha yaxshi shirin ishlarni ko'rib chiqadi degan anaqadamiz. Hech qasi yo'q. Savdogar shunaqa bo'ladi, tovarni vaqtida sotadi deydi. Bemalol bizga anaqa qilaveringizlar. Bundan ham har xil razmeridan bor. Razmerlarimiz ko'p. 110 razmer. Mana bu 116 razmer. Razmerlarimiz bor, hammasida bor. Mana 104 razmer. 110 razmer. Razmerlarimiz bor. Yana o yanlarda bor. Har qanday razmerdan bor. Shuning uchun bizga bemalol tezroq qanday qilaverasizlar, sababi shoshilaverasizlar. Chunki bizda klientlar ko'payib ketyapti. Kecha ko'rganlarda mana yerda hammasida shunday yotuvdi. Shu yerda bir 4-5 korobka bor edi. O'zlar ko'rgansizlar, mana bugun bo'shab qoldi. Jo'natib yuboryapmiz, sotib yuboryapmiz. Shuning uchun tezroq harakat qilib kelib olib isbet qilib qo'yinglar deymiz. Sizlarning foydalaringga. Donaba ham, shtuchni ham, kiloba ham optimum sotaveramiz. Kelaverasizlar.